Assalomu aziz obunachilar, biz hozir Jizzaxga kelganmiz. Bu obyektimizni polni bitirgan edik, toshlarini, so'qinlarini, ichkarida haligi pollar. Hozir mana bu poliga navbat polini bitirib olamiz. Qaranglar, archa qilib berganmiz Xitoy kafilidan. Qanasalarigacha qo'yib berganmiz. Ahamiyat berib qo'yasizlar mana. Zazorlarini bir-biriga cho'tki kelgan. Hozir ham bardurlarni ham qopqolarni yopamiz. Ko'rasizlar ham. Xohlasa ideal ish bo'ldi. Buni polniy travertin toshdan terib qilib berganmiz. Mana hozir bosish jarayonlari ketyapti. Bitganda yana bitta obzor qilamiz, yuvib tozalab, cho'tki qilib, xohlasa kuzatishda davom etasizlar. E'tiboringiz uchun rahmat.